Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligini qo'llaganligi sababli Xitoy texnika magnati Huawei'ning bir qism xizmatchilariga viza cheklamasi qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq dafsandichiligining dunyoning oldingi qatorida ekanligini bildirdi. Pompeo Tashqi ishlar ministrligining ko'chmanlar va davlat tavalligi qonuni doirasida bu davlatga qabul qilishni rad qilish huquqi borligini eskartdi va bugun Tashqi ishlar ministrligi dunyoviy kishilik huquq dafsandichiligini material bilan ta'minlaydigan Xitoy texnika shirkatlarining bir qism xizmatchilariga viza cheklamasi qo'ydi dedi. Pompeo Huawei'ning tilga ilingan shirkatlarning ichida ekanligini ko'rsatib, Huawei'ni o'qituvchilarni nazorat qiladigan va Sharq Turkistondagi keng ko'lamli lagerlarda nurg'un kishini qamab qo'ygan Xitoy Kompartiyasining bir tarmog'i deb tasvirladi. iyul Angliyada nashrdan chiqadigan Yangi Arab gazetida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandining musulmon dunyosining Uyg'urlar duch kelayotgan erkiy qirg'inchiliklarga sukut qilayotganligini ayiblash asosiy mazmun qilingan Uyg'urlar uchrayotgan erkiy qirg'inchilikni kim oxirlashtirdi nomli maqolasi e'lon qilinib, belgilik diqqat qo'zg'agan edi. Maqolada musulmonlar dunyosining bo'libmi musulmon davlatlari hukumatlarining Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchiliklarga sukut qilib qolmay, balki Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy taraf tutib ovoz berib kelayotganligi tanqid qilingan edi. O maqolasida xalqaro jamiyatning sukutining Xitoyning yuragini texmi cho'ngaytayotganligini ta'kidladi. Dolqin esa o'tgan hafta Birlashgan Davlatlar Tashkilotida nurg'un musulmon davlatlarini o'z ichiga olgan 46 davlatning Xitoyning siyosatlarini qo'llagan bir maktubga imzo qo'yganligini eslab, musulmon dunyosi millionlagan musulmon uchrayotgan qirg'inchilik va zulmni qo'llaydigan holatga qanday kelib qoldi deb savol qo'ydi. O maqolasining oxirida mundaq dedi: Biz dunyoning odamiyligimizni ko'rishni va Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidagi erkiy qirg'inchilikni to'xtatishni umid qilamiz. Bizning yashash va mavjud bo'lib turish, asosiy huquqimizdan bahramand bo'lish, madaniyat va milliy kimligimizni tabriklash huquqimiz bor. Hozir ahamiyatli harakat bo'lishi kerak. Bo'lmasa Uyg'ur xalqining mavjudligi tahdidga uchraydi. Angliya hukumati seshanba kuni Huawei'ni 2027-yilga borganda 5 ul aslahalardan butunlay chiqarib etadiganligini e'lon qildi. Madaniyat ministri Oliver Dowden Avam palatasiga bergan bayonotida mundaq dedi: Yangi yildan boshlab Xitoy telegraf magnati Huawei'dan 5 ul aslahasida yangi setib olish bo'lmaydi. Setib olingan uskunlar 2027-yilgacha qaytariladi. Xitoyning Angliyada turishlik bosh elchisi Liu Xiaoming Angliyaning qarorining kishini umidlantiradigan va echinishli ekanligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump bo'lsa bu qadamni qarshi oldi va o'zining Angliyaning qarorida ta'siri borligini aytdi. Xitoy oldingi oyda 20 Hindiston askarining o'lishini keltirib chiqargan chegara to'qinishi masalasida yaqinda Hindiston bilan bo'lgan suhbatda ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini o'ttirib qo'ydi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Ladakning Galvan vodisida ikki davlat askarlari o'ttirsidagi to'qinish yuz berib, bir oydan keyin tunugun Hindiston va Xitoyning yuqori darajali qo'mondonlari o'tkazgan 4-navbatlik suhbat haqida bayonot e'lon qildi. Hua Chunying mundaq dedi: İki taraf chegaraning g'arbiy qismidagi oldingi safdagi askarlarning chekinishini ilgari surish va oldingi safdagi askarlarning qarama-qarshi kelib qolmasligiga kafolat qilishda aktiv ilgirlashlar qo'lga keltirdi. Ozarbayjon Armeniya chegarasidagi to'qinishda yana 7 Ozarbayjon askari qazo qildi. Rossiya bo'lsa taraflarni jiddiylikni pasaytish uchun o'zini tutib olishga chaqirdi va ikki taraf orasida murossachi bo'lishga tayyor ekanligini bildirdi. Kreml bayonotchisi Dmitry Peskov biz Armeniya Ozarbayjon chegarasidagi to'qinishdan qattiq andish qilamiz dedi va har ikki tarafni so'g'uqqan bo'lishga chaqirdi. Bayonotchi mundaq dedi: Minsk guruhining birlashma raisi bo'lgan Rossiya murassa qilishga tirishishga tayyor. Bu guruhga 1992-yili
Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkiloti tarafidan qurilgan bo'lib, Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasidagi Nagorno-Qarabog' to'qinishini tinch hal qilishni ilgari surish uchun qurilgan. Yana bir tarafdan yakshanba kuni Ozarbayjon-Armeniya chegarasida boshlangan to'qinishda hayotidan ayrilgan Ozarbayjon askarlarining sonining 11 ga yetganligi bildirildi.